Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugün bütün dünyadan Ceneve'ye yo'lga chiqib, yo'lda jafo chekayotgan aziz do'stlarimiz, ish munosabati bilan pasan bo'ldi deb vizalanmaslik tufayli mayli Turkiyadan bo'lsin, mayli boshqa yerdan bununla qatnashamayotgan qarindoshlarimiz, keley deb kelinmagan qarindoshlarimiz, ammo ishini tashlab ruxsat elib bütün dünyadan bu köreşke atılınıp jafo çeksimi aeroplan bilan, mashina bilan, poyezd bilan kelayotgan qarindoshlarimiz bor. Allohning rahmati bo'lsin. Bugun biz Ceneve shahrining markazida Avstraliyadan kelgan ustozlarimizdan doktor Abdusalam akamiz bilan birlikda suhbatda bo'lyapmiz. Shu munosabat bilan sizlarga shu bizning hayotdagi bo'lgan faoliyatimizning diniy tarafidagi ahamiyati roli masalasida doktor Abdusalam efendining ko'ngil so'zini almoqchiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ceneve'ga hoş keldilar. 30 saat yol yuribsizlar, charchabsizlar. Shuna olsun sizlarni armag'il qo'ymay yana xalqimizga bir so'zlab berishni umid qilyapman. Yani hayotdagi faoliyatimizni diniy nuqtadan qaragan vaqtimizda qanchalik bir ahamiyati bor. Her tarafdan uni so'zlab beralaylar. Shuna bo'lsin bu vaqt munosabati şu tarafdan qarindoshlarimizni bir tushuncha beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve ta'alaga hamdü sana, Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a durus salam yollayınız. Sözümün beşini inşallah Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki uğurlaştırışı bilen ve şundaqla bu yerdeki vatan süyer, millet süyer, mezlum qarindoshlarını esligen, ulanı şu zulümden kurtulduruş için hareket kılatkan ve onun için avantgard hizmet kılavatkan ve ulanı kollavatkan ve şu münasebet bilen şu etilik sorunga hazır bulmakçı olan kelgen ve yol üstüde bulavatkan barlık qarindoshlarımni tebrikleş ve ularga Allah'tan ulanınki kademlerine Allah ali mukafat verişini tileş bilen başlayayım. Elbette biz ninki hazır şu ahvalda biz şimdi kelgen zulümlerini dep yutuşunan hacı yok. Bizning etilik emas bundan ilgirki bolsun, bundan keyin etirin keyin mu ta ki biz özümüzün gayesiga yetkenge kadar ilip baradigan faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz muşundaq karvan bulup bir yolda kolunu tutuşup menişimiz bu biz üçün bolganda biz hem dini nuqtan ilip aytaylı, milli nuqtan ilip aytaylı, ahlaki nuqtan ilip aytaylı, siyasi nuqtan ilip aytaylı hem cihatta biz bunu sal qarab qilishimizning o'zi bir jinoyat. Men gunoh deb qarayman buni. Bunun ahamiyatini biz agar din nuqtan ilib aytsak, buni Alloh bizga buyurgan bir farz amaldan birisi deb qarashimiz kerak. Chunki Alloh bizni zulmga qarshi turishga, haq uchun kurash qilishga chaqirgan. Bu bizning dinimiz emas. Alloh subhanahu va taolo shu dunyoni dunyo qilgan vaqtdan boshlab birinchi payg'ambar Adam alayhissalom bo'lgan bo'lsa, shu payg'ambardan ta payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga kelguchi bo'lgan Alloh bütün payg'ambarlarning chaqirig'i Allah tarafından nazil qilingan bütün kitaplarninki o'rtaq insoniyatni yo'riqlikka chaqirishdagi eng chong chaqiriqning birisi nima bo'ldi desa, kishilarni haqqa chaqirish, yani adolatga chaqirish, buni adolatga to'sqinlik qilgan har qanday narsani zulm deb tunish, bu zulmni tugutish uchun har bir insonninki bir kishilik harakat qilishiga chaqiriq qiladi. Demak, biz buni diniy nuqtadan shunday qarashimiz kerak. Buni endi boshqa jihatdan qaraganda biz diniy nuqtadan qarashda buni ahamiyatini tushuna olsak, boshqani tushunish oddiy bo'ladi. Siyosiy nuqtadan qarasak, hozirgi dunyo vaziyati bo'lib bizning beshimizga kelgan mushu kunlardagi, mushu yillardagi kulfatlar albatta bizni siyosiy jihatdan mushtaq qistab mishaga kelishga majburlayotdi. Garchi bizning bu qilayotgan faoliyatlarimiz, harakatlarimiz yetarli bo'lmasa-mu, ammo biz buni eng muhim qila oladigan imkoniyatimiz yetgan ishlarning birisi deb tunib, buni qo'ldan bermay, buni vujudga chiqarish uchun cho'qim harakat qilishimiz kerak. Axloqiy jihatdan aytgan vaqtimizda biz bir inson deb tunursak o'zimizni bir yenidan ketib yotgan bir mushukni bir narsa dastibat qilib qolsa, uni qutqizilish bir axloqiy majburiyat. Ammo bizning masalamiz necha 10 million yilgan musulmonlarningki, begunoh insonlarningki hayoti, iymoni, kimligi hamma narsa xavf ostida, yo'q bo'lish ostiga duch kelayotgan shundaq bir paytda biz buningga sal qarasak, biz o'zimizni inson deb qarashga bizga
u layoqatmi bizga berilmagan bo'ladi. Shunga buni hammamizninki o'xshash qaysi nuqtadan qarasak, diniy bo'lganchilar masalan men diniy yo'ldan qaraymiz deganlarmi shuni diniy yo'ldan qarasaqmi ayni shuniki ahamiyatini tushunishimiz kerak. Siyosiy deganlarmi siyosiy yo'ldan buni tushunishimiz kerak. Axloqiy jihatdan buni tushunishimiz kerak. Endi men masalan o'zimning shaxsan o'zimning shu holatida bu yerga kelishimdagi bir maqsadimni bilsam, men o'zim shu yuqorida degan nuqtalardan sir men mushu fursatda o'zimninki mushu ish uchun atlangan qarindoshlarimniki jamalini ko'rish, ularning bilan quchoqlashib yurakni yurakka yaqib bir ko'rishishni o'zi men uchun mening qalbimdagi jarohat uchun bir malham bo'ladi degan mundaq bir tunishim bor. Chunki dardmanning dardini dardman biladi. Biz mushu vatandimizdagi bo'layotgan zulmni tushungan qarindoshlarimizcha bir-birimizga haqiqiy dardman bo'la olamiz. Shunga mushunda uchrashish eng aqlli bo'lgan vaqtda mush uchrashishning o'zini biz o'zimiz uchun ayt bir yaxshi Allohning bizga bergan bir fursati deb buni qadrlashimiz kerak. Shunga mushu sizni anglayotgan qarindoshlarimda iltimosim ma'lum jihatlarni ma'lum o'zimizga bo'lgan o'zimiz bor hamda lekin bir kelinmagan odamni men ayblamayman. Men shaxsan kelganlarni Alloh rozi bo'lsin desam kelinmaganlarni ayblamayman. Chunki ularning har bir odamning o'ziga juda bir o'zrisi bo'ladi deb qarayman. Buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ammo biz yana bir qadam bir o'ylab o'tib, yo'q men bir kunlik ishim ekan bu mushuni kechay bundan mana bir paray deb yana bir o'ylanib qarindoshlarimninki mushunga bir harakat qilib baqsa Alloh subhanahu va taolo ularninki oldidagi tusalg'ulari bo'lsa uni yengillatib berishga Alloh albatta qodir. Shunga mushu bir necha so'zlar bilan shu bir qarindishimninki fikrini baranmaydi ekanmi, o'zrim batdi degan fikrdan bir o'zgarishga sababchi bo'lib qolsa, shu mening so'zim. Men alhamdulillah musulmonman men albatta. Xursand bo'laman, mamnun bo'lgan bo'laman. Albatta Alloh subhanahu va taolo butun qarindoshlarimizni dunyoning har qaysi yashayotgan qarindoshlarimiz bor. Bularninki kelinmaganlarninki duo bilan, yaxshi so'zlari bilan mushundaq faoliyatni alqishlab, buni quvvatlab, uning oxirida turib, ma'naviy ruh bo'lib, uzuq bo'lib turishini umid qilaman. Undan keyin ma'lum o'xshmaslik ma'lum ko'z qarashlarninki o'xshash bo'lmay qolgan taraflarni ko'zda turib, o'ttirda o'zimizningki ittifoqligiga, qarindoshligiga yoki bizning tashkilot jihatdan yo'q, yoki siyosiy ang jihatdan yo'q, yoki boshqa har xil yo'llar bilan qaysi bo'lishdan qat'iy nazar buningga so'g'siz sepilib qilishninki yoki o'ylamasdan bir oqibatini tushunmasdan buni so'g'siz sepib qilishga sababchi bo'lib qilishdan bu o'zimizni tutishimiz, buni hazar edishimizga men shunga tashabbus qilmoqchi qarindoshlarim. Allah razı olsun. Allah'ım razı. Hazır mı şu dini alimlerimiz mi köplep bu bugünkü kılıvatkan hareketlerimizdeki önceki fetvalarını çok yakşı uçulap biri vatıdı. Bunun savabı yani bu namayiş demez. Teşkilatlara katlaşış, ya teşkilatlara iqtisadi yardım beriş, namayişlara çıkış, imza toplaş, dualık beriş, sanatörler bilen bu nime parlament a'zolari bilan ko'rishish, ittifoqdosh davlatlar bilan birlik lobbichilik hareketlari, siyosiy faoliyatlarni qilish. Mana bularningki dinimizdagi, ya'ni shu ummatning partiyasi bo'lgan Sharq Turkiston xalqini qutuldirishda buning savobining ahamiyati qanchalik buni bir qarindoshlarimiz yana men faqat Uyg'ur uchun keldim yoki men bu namoyish uchun keldim deb qo'yishdan sirib, yana buning bir Alloh tarafidan beriladigan mukofoti bormi yo'qmi buning? Albatta biz bu yerda o'tdik buni diniy nuqtadan ahamiyati bo'lgan har qanday diniy nuqtadan bu cho'ng ish ku. Eng aqallisi yo'lda ketib o'tib bir odamning qutiga kirib ketadigan tikanni yo'ldan evascha uningga Alloh subhanahu va taoloninki ajr beradiganligini hammamiz bilamiz. Bir musulmon biladi buni. Ondan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamning keyin so'zi bor: "Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya farrajallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah" degan. Qanday bir inson dunyo hayotida bir mu'minning, bir insonning, bir mazlumning beshiga kelgan bir kulfatni, bir qiyinchilikni yengillatish uchun bir harakat qilsa, Alloh uning badriga qiyomat kunida uning keladigan kulfat qiyinchilikni Alloh undan ko'tarib o'tadi deydi. Demak, har bir odam o'zining kelgusida bo'lib oxiratlik hayotida yaxshi bo'lishini, Allohning marhamatiga erishishini, Allohning rizosiga erishishini orzu qiladi. Uni biz quruq arzu bilan erishmaymiz unga. Chuqur unga harakat qilishimiz kerak. Uni qanday erishimiz deganda Alloh rozi bo'ladigan yo'llarni qilish orqali. Endi bu shu yo'llarning birisi. Endi bu yerda bir nuqta bor. Kishilar to'g'ri tushunmagan yoki xato tushunib qolgan masala. Biz bu tashqi dunyoda, g'arb ellarida yoki parlamentlarning oldiga berib, bu siyosiy nuqta ularning oldiga berib yalvaradi ekanmiz. Ularning oldiga berib bizni zulmdan bizni qutuldigan deydi ekanmiz. Bu bunday qilish Allohning diniga xilof bo'lib qolmamdi. Biz amaliyotda o'zimizni musulmon qarindoshlarini oldiga borsak olmaydi. Ular kafirni oldiga berishni o'zi ularni yordam so'rganlik qilib qolamdi degan nuqtani balki diniy jihatdan bu to'g'ri bo'lmaydi deb dinni to'g'ri tushunmay qolgan ba'zi bir kishilar qarindoshlarimiz bor. Bu
bak muhim mesele. Elbette her qandaq bir adam sorusu bo'ladi, ammo tushunish uchun biz buni dinimizda to'liq tushunishimiz kerak. Din, islom dini bizga nima o'tirsa, har qandaq bir odam, har qandaq bir shaxs, u bir shaxs bo'lsin, kollektiv bo'lsin, tashkilot bo'lsin, davlat bo'lsin, bir haqni qo'llaydi ekan, haqni yoqlaydi ekan, bir musulmonninki beshini silayman deydi ekan, uni biz qarshi olishimiz kerak. Masalan, boshqalarga yaxshilik qilganlarga to'g'ri shukr aytmaslikning o'zi bir jinoyat. La yashkurulloh min la yashkurun nas. Allohga shukr aytaman, Allohning bergan ne'matiga shukr aytaman degan odam Allohga to'g'ri shukr ado qilish uchun bir yaxshilik qilgan odamga yaxshi muomala qilishning o'zini shu bog'lagan. Masalan, insonlarga yaxshi muomala qil, xoliqin nas bi xuluqin hasan va qulu lin nas husna. Kishilarga yaxshi so'z qil degan. Demak, kishilarga o'zimizning dardini anglatishda biz ular bizning ishimizni hal qilib berdi deb ularga tayansa xato bo'ladi. Albatta buning natijasini Alloh beradi. Ammo bu sabab shu yo'llarda dunyoda yashayotgan har zaman makonga qarata har davrda ma'lum o'zgarishlar bo'ladi bunda. Payg'ambar alayhisolamning davrida qanday holatda masalan Payg'ambar alayhisolam kofirlarning ma'lum jihatlarda moddiy, iqtisodiy jihat yordam so'ragan, ma'lum jihatda siyosiy jihat ular bilan hamkorlashgan ahvollar bor. Keyingi davrlarda o'xshamagan shaklda bo'lgan. Endi hozir bizning davrimizda masalan kishilik huquqni qo'g'duvchilar, kishilik huquqning dafsanda qilishni oldini olish uchun harakat qilayotgan nurg'un tashkilotlar bor, davlatlar bor. Unda bo'lgan ekan, bularning shu to'g'ri bo'lgan tarafida biz ular bilan ulardan so'raymiz, ularni shu zulmga bulayotgan zulmni ularga anglatish orqali bu yerda ikki masalani birla vaqtda hal qilamiz. Biri o'zimizning masalasi, ikkinchi biri bir zolimni zulmdan to'xtatish masalasi. Buni hal qilish uchun biz shunday narsalarga majbur emas. Agar qachon qanday vaqtda buni qilish imkoniyat bo'lsa, uni qilish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Hilful Fudul degan bir tashkilot qilib Payg'ambar alayhisolam payg'ambar bo'lishga ilgari a'zo bo'lgan. Chunki buning muddaani bitta desa, mazlumlarni zulm nuqtadish. Keyingi vaqtlarda bu shunga o'xshagan bir narsaga men chaqirilsam, payg'ambar bo'lgandan keyinmi va uni qo'llayman, ham uningki bir parchasi bo'lib, uning xizmat qilishga men tayyor degan ma'noda payg'ambar alayhisolam so'zi bor. Shunga bu agar buni biz haqiqiy qalbimizda Alloh rizosi uchun qilamiz ekanmiz, Alloh uningga bizga chuqur savob beradi. Hattoki shu uzun safar qilib kelgan qarindoshlarimizning har bir qadamiga, har bir topga xajlagan dollariga shu hozirgi bu yerga kelganlar bu faqatlam vaqt misldan biroz jafo tortganda qilib hech qaysimiz jafo tortmadik, alhamdulillah. Albatta kelyapmiz, qiyinchiligimiz bo'lmadi. Biroz charchagan bo'lsak, 2 soat aramagan bo'lsak, hadigimiz chiqdi. Buni qiyinchilik demaymiz. Ammo bu yerda bizning asosli bo'lgan maqsadimiz bu ishning chiqishi, buning biz qanchalik natija berishini Allohga topshiramiz oxirsida. Ammo diniy nuqtadan bu bir kishilik bizning majburiyatimiz, qilishga tegishli ishimiz, bu qo'limizdan keladigan ish deydigan qarashda bo'lg'uchilar albatta buni qilamiz, ham shuni qilishga boshqalarni tavsiya qilamiz. Alloh razı olsun. Oxirida ketib qo'ygan so'zlar bor. Oxirida butun dunyolik qarindoshlarimiz yana oxirida qarindoshlarimizningki shu nozik vaqtda ko'p o'zimizning qarindoshlarga duo qilishini Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalariga va nusrat berishini, yordam berishini va'da qilgan. Ammo uni bir necha narsaga Alloh bog'lagan. Birinchisi bo'lsa o'zimizni yaratgan egimizni to'g'ri tunish, egimiz ya'ni Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo tarafga qaytishimiz hamma jihatda. Allohning tunishda bo'lsin, ibodatlarimizda bo'lsin, muomalarimizda bo'lsin, axloqimizda bo'lsin. Undan keyin o'zimizningki qilgan ma'siyatlarimiz, gunohlarimizni tavba qilish. Chunki Alloh Qur'oni Karimda aytgan: "Va ma kana Allohu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Ya'ni insonlar qachonki Allohga istig'for qilib o'zining gunohini tunib turadi ekan, Alloh ularga azob qilmaydi. Demak, agar bir insonga, bir millatga bir qiyinchilik yoki zulm yoki azob bo'lgan bo'lsa, demak bu millatning o'zida nurg'un kamchilikning borligini bizga Alloh eskartadi. Unda bo'lgan ekan biz o'zimizningki ojizligini Allohning oldida qo'yishimiz kerak, Allohga aytishimiz kerak, Allohning bergan ne'matlarga shukr qilishimiz kerak. O'zaro bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimizni oshirib, bir-birimizdagi bo'lgan tepilgan ortiqchilikni olqishlab, kamchilikni, xatoliklarga ko'zini o'tkazib, qarindoshligimizni texmu taraqqiy qildirish uchun biz kech-kunduz harakat qilishimizni tavsiya qilaman. Yo'q bo'lgan bo'lsa bir-birimizga duo qilamiz, bo'lgan bo'lsa qo'l tutishib ko'rishib, chiroyli illiq bilan ular ko'rishib, o'zaro qarindoshligimizni oshiradigan qo'limizdan keladigan faoliyatlarni, ishlarni qilishga Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rayman. Biz hamda cho'ng ish qilmasakmi, bizlarimiz hozir cho'ng ish qilamiz, qilsak bo'ladigan orzularimiz bor, lekin Alloh bizdan nima talab qiladi? Qo'lingdan kelganini qil deydi. Qo'limizdan kelmaganiga biz amalimiz bo'lmaganda Alloh ega bo'ladi. Ammo bizning qo'limizdan kelgan ishlarga hargizmi sal qaramasligimiz
kechiktirmasligimiz, oxirga chekindirmasdan qo'limizdan keladigan fursatda, vaqtda buni vujudga chiqarish uchun harakat qilishimizni men qarindoshlarimdan tavsiya qilaman va shundaqla o'zimni agar shundaq masalalarda bizlarda shundaq bir ojizlik ko'rilsa, qarindoshlarimiz bizga ilhom berib, bizni ruhlantirib, bizni yaxshi ishlarga bizni chaqiriq qilishini va bizlar uchun duo qilishini qarindoshlarımızdan so'rayman. Allah razı olsun, ko'p rahmat o'zlariga. Aziz qarindoshlar, biz davomli inshaalloh Chikiranda ko'rishib turamiz. Bu yerdagi namoyishning avvallarini sizlarga vaqtida ko'rsatishga va namoyishga kelgan dunyoning har qaysi joylaridan kelgan olimlarimiz, doktor Abdusalomga o'xshagan ustozlarimizning so'zlarini sizlarga anglitishga tirishib turamiz. Yana bir qatimliq Chikiranimizda ko'rishgacha. Assalomu alaykum.